Diqqat, tezkor xabar. Hafta boshidan boshlab O'zbekistonning ayrim joylarida qor va yomg'ir yog'ishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 29 dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 3 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyati va Samarqand viloyati, Sirdaryo, Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ayrim joylarda tuman tushadi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.